sizlar bilan 10K1 bugungi video roligimizda Minecraftga qurollar modini o'rnatishni o'rgataman. Ha bo'lmasam videoni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Play Marketga kiramiz va qidiruvga Minecraft mod deb yozib olamiz va mana shuni o'rnatamiz. Mana shuni. Boshqasi fake. Mana shuni o'rnatamiz. Yaxshilab eslab qolinglar. Mana shuni o'rnatgan ekan. Ichiga kiramiz va mana shu qidiruv bor. Qidiruv. Mana shuni bosamiz. Gun deb bosamiz. Qurollar modlar chiqib keladi va mana buni Avin rasmi turganini bosamiz. Yaxshilab eslab qolinglar va shuni bosamiz. Hamma ko'rib bo'lgandan keyin install bosamiz. Men 10 bo'lganman. Minecraft ustiga bosamiz. Mana avtomatik Minecraftga kirib ketadi. Minecraftga kiryapti. Bu mod sizlarga 3 ta qurollar modini ko'rsatib beradi. Ozgincha qotibdi. Mayli deymizda. Men boya o'rnatgandim Minecraftni. Shuning uchun ozgincha nastroyga qilib olamiz. O'rganib olinglar nastroyga qilishni. Klassическийga qo'yamiz. Twitch bo'limiga o'tamizda. Bu yerda yo'q ekan. Mayli. Pin content bosib qo'yamiz. Skinni boshqa o'zgartiramiz. Mana bu negrni qo'yamiz. Negr. Hammasiga tupurgan holda. Mana bu bosib, mana bu kreativ o'rlatni bosamizda. Men bilan birin-ketin qo'yishni boshlaymiz. Qanaqa bo'ylaymiz? Mana buni bosamiz bitta va mana buni bosamiz. Keyin esa men buni shunday aktivite qilamizda eng og'irgisi o'tib men bilan yoqib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa mod ishlamay qolishi mumkin. Men o'zimda shaxsan o'zimda bo'lgan holat. Mana bu kreativ world deganni bitta bosib qo'yamiz. To'taylar. Bitta ishim chiqib qoldi. Kiryapti. Baylar, men aytgandek qilmasanglar ishlamaydilar. Aytib qo'y. Men sinab ko'rdim. Hozir menda ham ishlamay qolsalaring. Vashshi. Men pilshanam bilsanglar bo'ladi. Bismillah. Mana qurollar. Hozir to'taylar. Jonga tegdi. Minecraftga bog'liq ekanda bu telefonni qotmasligi.
Mana. Endi yaxshiroq. Sizlarga ham yaxshiroq ko'rindi-yu. Mana avim chamudi. Avim mana digil. Mana kalash. Mana drababik. Akimni o'qigani. Mana. Hamma avimchan qaranglar. Mana shuni o'tirishni bosasizlar. Ish bitdi. Mana bu akimni qaranglarchi. Bitta. To'xta. Shuni o'tirishni bosasizlar. Mana bebe. Qaranglar, vardimni bittada yo'yadi. Vardim. Hos. Vardimni paydo qilib bittada yo'yib beraman. Vardim qani? Mana vardim. Devoy. Mana shu vardimdan bitta bor. Vardim bachani yo'yib tayladik. Yana bitta. Faqat o'yinni ovozini pasaytiramiz. B90. Bugün vardım bilen. Bu ayette koyunu bittada yo'yib beraman. Bu dilami bu bitta abi emas. Ikkita abim. Mana. Men bunaqa abim ham bor. Bu ham zo'r. Faqat ovoz chiqmaydi. Mana digil ham juda ham zo'r. Menga digil yoqdi. Bittada qo'qar ekan. Abimcha juda ham yoqdi. Bittada yo'yib taylaydi. Shunda mana shu tavni Belki ben molniyam ben bu abimde kılansın. Bitti de. Belki. Dime yaptı. Ana. Mama kafalarım var. Pilim o. Namamda kafalarım var. Çok son. Pilim o. Granata hamur. Mas güzel. Mana. İkide. Üçte. Bitta taylasang uchta paydo bo'ladi. Bitta. Uchta. Bu dilami yo'yadi. Akem, pilimon, karotchi hamma narsa bor. Bitta o'zi. Bitta ko'rinishini ko'ray. Uzoqdan ko'rinishini ko'rsatib beraman.
Mana zo'rdan ko'rinishi. Mana digilni ko'rinishini ko'ramiz. Mana digilni ko'rinishi bitta qo'li. Teraba bichi. Oy. Assalomu alaykum. Xayr bo'lsin. Sizlar bilan men yoqqaningizda like bilan obunani bosib qo'yinglar. Chunki tezroq bo'lishimiz kerak. Xayr, hammaga sog' bo'linglar, omon bo'linglar.